Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan GDX Game va bugun biz Skyblock'ning ikkinchi qismida o'ynaymiz. Bilmadim, kartani загрузка qilganimda ikkinchi qismi deb chiqqan edi va bu karta qanday tushirsa juda ham unikalniy ekan. Xo'p, biz o'yinni boshlaymiz. So'ngidagi har doimgi narsalar, xo'p. Birinchi o'rinda cheksiz generatorda qurib. Aman o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Yo'q. Ben hali o'lmayman. Oyunu hozirgina boshlabman. O'ldirmoqchi bo'lyapti. Eshitaman. Yo'q, buni biz tushirib kerak. Buni olamiz. Yo'q. Buzib ketma. Nima? Shu sandiq qandaydir menga keraksiz ko'rinyapti. Olamiz buni ham. Shuncha resurslar, mana buni qaranglar. Yo, nima bular? Yo'q. Asosiga qolganlar tushib ketdi. Mayli. Biz cheksiz generatorni qurib olamiz. Nima bu? Sizlar ko'ryapsizlar do'stlar. Nima bu? Badni sal qo'shib turasanmi? Sal tarbiya majbur bo'laman-da. Mayli, sal. Yo'q. Mayli, jalq emas. Kommentda yomon narsalar yozmanglar. Nima? Menga nimaga ikkita berilgan bundan? Mayli, ishni baqmaydi. Hop, biz generatorni qurib oldik. Generatorimiz tayyor. Faqat mana blokni ochib olish kerak. Faqat yaxshi narsadan do'stlar, mana bu nima? Yo, nima bu do'stlar? Nima bu? Kattalarga qarang. Buni qaranglar. Uron nechta ekan? Uronni ko'rsatmas ekan. Mayli, kimdir keyin sinab ko'ramiz. Hozir esa menga sabr tilaydi. Juda ham ko'p qazishga to'g'ri keladi. Bo'ldi do'stlar, menga shuncha yetadi deb o'ylayman. Kirkat tashirsam bo'ladi. Olmaydi, qolib ketgan ekan, bitta olamiz. Hop, endi platformani sal kengaytirish kerak, shuncha asta-sekin. Bas do'stlar, hozir nasrakan qoldim. Mana endi chap tarafda ko'rishlaring mumkin. Nechta yashaganimman. Mana topshirxonasi bu yerda 99 kun yashash. Mikrofonman kattaga berish kerak. Tushib ketdi. Yo'q. Maylik. Eshitmoqmaydi. Yana chiqdi. Yana bitta chiqdi do'stlar. Yana bitta chiqdi do'stlar.
Xo'sh, menga daraxt kerak do'stlar. Daraxt dunyoda mana shu yo'q, daraxt tugatamiz, daraxt bo'lishni tugatamiz. Balki kerak narsa chiqib oltin. Ya'ni ijro dedim o'sha. Bo'lyapti. Yo'q. Buni tashlamoqchi edim. Buni ham tashlab yuboraman. Nima chiqdi? Nima? Qayerda kelib qoldi? Tushundim. Yaxshi qarab. Voy. Hech nima qilmaydi. Bu yerda bo'ldi. Yaxshi. Faqat nimagadir menga ular xavfli ko'rinadi. Shuning uchun keling birinchi ana sandiqqa borib olamiz. Hop, yaqinlashib qoldik. Ozgina qoldi. Va keldik. Buni ochamiz va bu yerda lava, gaztaning ko'zoshlari va ozgina zolota bor ekan. Ya'ni oltin. Hop, bu yerda yo'qolishda davom etamiz va bu yerda bambuk. Bundan nima foydasi yo'q? Bilmadim. O'shman bu yerda daraxt qilish mumkin. To'g'rimi? Olish kerak, daraxt qilsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Hop. Menga bitta ideya keldi. Keling, shu mana bu yerdan 1, 2, 3, 4 qilamizda, mendan bitta qilib 1, 2 qilamiz va o'zimizdagi qaysi blokdan mana masalan keling mana bundan foydalanib o'zimizga saqlash joyi qilamiz. Narsalarimiz suvlarimiz shu yerda saqlanadi. Xo'p. Buni tashlaymiz. Bu kerak emas. Ya'ni bu juda ham kerak demoqchiman. Bularni hozir kerak bo'lish ehtimoli bor. Bu kerak emas, bu kerak emas, bu kerak emas, bu kerak emas. Bu ham kerak emas, bu ham keraksizlarni hammasini tashlab olishim kerak. Buni qayerga ekib qo'yamiz degan hozir emas. Bular kerak emas, qornim och emas. Agar o'g'irlab qolsam, qolgani qoladi. Hop, men esa mana 8 ta lucky blokda anavi joyda sindiraman. Faqat undan oltin salkina podfondagi narsalarni aytgancha bizda suyak bor ekan. Uni biz kunga aylantiramiz va nima? Joy yetmayapti. Oh. Rubindan qilingan qilich. Effektlarni zo'r berar ekan. Buncha yo'q, buncha bermas ekan. Keling, ikkalasi hisob qo'yaylik. Hozircha kerak emas, kerak bo'lsa olaman. Jebmi? Yo'q. Yo'q, do'stlar, jeb tushirdim. Hozir bildilar men nima bo'lganini. Bu yerda suv paydo bo'ldi. Yaqinga ketmaslik kerak deb bilamiz. Xo'p. Tindirishda davom etamiz. Bir stak. Judayam yaxshi, judayam. Aytgancha anavi paqirlarim bilan
Bittasini olamizda. Bunga qo'yamiz. Hop. Va bunga suvni olamiz har qanday qarshi. Suv bizga kerak bo'ladi. Va esga keldi. Hozir tushunmadim. Mayli. Bu yo'q, o'xshamas ekan. Mayli, ehtimolmaydi. Hop. Endi o'xshab qolishi kerak. Sal joyni bo'shatdim. Qani bir. O'zi chiqdi. Katta bo'lib. Yaxshi. Buni tez olib tashlaymiz. Yana ozgina qoldi. Oxirigacha qolamiz. Yo'q, oxirigacha chiqmas ekan. Eshitmaydi hozir. Ozgina blokka aylantiramizda. Yo'q. Mana bulardan foydalanaman. Hop. Buni buzib olamiz. Aytgancha eslatib o'tish kerak. Mana bu joystickdan men nima desam bo'ladi? O'rtadagi plyuscham juda ham yaxshi o'zgargan. Mana shunaqa resurs paklar juda ham yoqadi. Resurs pak, tekstura paklar qisqasi juda ham aloqa ishlangan. O'zimda ham shunaqalari bor. Nimaga o'zingiz qo'ymadingiz? O'zi bu aslida bu resurs pak aynan shu merga tegishli. Tushib ketdi. Shoshmang. Biz hozir bizdan tushib ketamiz-ku. Nimaga bark teshib turibman. Yetmaganga pustoy chakda. Yo'q bo'lib. Men gap qilgan qaranglar. Faqat tushib ketma. Yaxshi. Hop. Yerdokisini olalarmizmi? Mayli. Qani. Urinib ko'ramiz. Do'stlar, kuchugini bezovta bo'lyapti. Aytgancha men uyimdan ancha uzoqdaman. Videoni esa bu mumkin olyapman. Bir necha sabablar bor. Bilasizlar, yoz dam olish vaqti bu mumkin kelgandim. Aytgancha bu o'ylarni yaxshi ko'rganlar albatta like bossin. Men bu ham yaxshi ko'raman. Videoga like bosdim. Hozir like xohlaganingizni bosingiz bo'ladi. Buvingizni esa har doim qadrlang. Do'stlar, bu daraxt tugaydimi? Tugatmayapti, yo'q. Mayli, hozircha tushamiz shu daraxt bilan. Hop. Yaxshi. Endi bularning hammasini do'stga aylantirish kerak. Birinchi stak qancha qiynaldim shunga. Aytgancha tun tushibdi. Hatto sezmadim ham, to'g'ri. Umuman sezganim yo'q. Aytgancha yana platformani ham katta qilish kerak. Bu yerda o'zimga kichik uyga o'xshagan joy, bazaga o'xshagan joycha qolsam yaxshi bo'lardi. Ayniqsa sizga o'ta sal uzoqroqda. Agar qanaqadir dinamit, TNTlar portlab ketsa, bilmadim yana nima bo'lishini. Sandiqning ichidagi narsalar yo'qoladi, sandiqning ichidagi. O'zim portlab pastga tushib ketaman. Eshitma qilmay, to'g'ri qaytarilamiz hardkorda. Hardkorda bu hardkor emas, to'g'rimi?
Minecraft shunchalik asamga tegish yaxshi ko'radim deyman. Mayli, o'zimizga shoxlarni qarang. Ajoyib tekstura. Gap yo'q lekin. Teksturasiga umuman gap yo'q. Aytgancha bizga mana narsalar bergan qara. Yo'q, rostdan aylantirsa bo'lar-ekan olmosga. Juda ham yaxshi. Bu yerdan bizga bulardan lekin boshqa narsa yo'qmi? Buradan yo'q. Yo'q. Mana buni qaranglar. Demak, yo'q. Menga kattasi kerak, katta cho'pli yo'q. Uni qanday yasashini ko'rib olamiz. Nimaga yo'q? Tushunmadim. Mayli. Xo'p. O'zimizga biz birinchi o'rinda kirka yasay olamiz. Keling, hozirchaga toshlaylik. Olmos esa bu yoqqa qo'yamiz. Olmasdi. Mana. Aytgancha sunduqimizni salqattiramiz. Bam. Va bizda endi katta sunduq. Qo'yamiz. Xo'p. Jeb qalam bo'shatgan, faqat tushib ketishdan qo'rqyapman. Shuning uchun unga xavfsizlik choralari qilamiz. Bam. Minecraft. Ustimdan izolyatsiya qilishni bas qil. Tak. Unda mos platforma qilamiz. Deyarli tayyor. Boshim bilan tayyor. Buning uchun yopiq platforma. Xo'p, qayiqda olamiz va buni qandaydir qilib paqqa tushishga majbur qilish kerak. Yo'q. O'zim chiqsammikin? Chiqamiz. Jeb. Qani? Yo'q. Qo'rqib ketibman. Jebmi deb. Jeb, salom. O'tir, iltimos, qimilla. Davay. Bo'la qol, o'tir, Jeb. Jeb, o'tira qolsang-chi. Jeb, men eshitadimmi, yo'qmi? O'tir. Nima endi? Jeb, hazillashyapsanmi? Yo'q, hazillashmayapti. Keling, bu yerdagi ozgina taraq shabalarni yo'q qilamiz. Hop. Shu xushaba. Yo'q, o'tirdi. Sakraymiz. Bundoq. Bo'lamiz. Tekkan shubhalarim bor. Agar judayam ham kulgili, prinsipi ham kulgili bo'ladi, ham achinarli. Bundoq shamiz drop. Judayam yaxshi drop. Faqat qo'rqyapman tushib ketishdan. Shuning uchun
o'tiramiz biz. Asta sekinlik bilan. Yo'q, asta. Yo'q. Judayam xatarli. Asta bu yerdan o'tib olamiz. Buni so'ndiramiz. Qanchalik asta tushib ketdi. Eshitib bo'lmaydi. Xo'p. Yetib keldik. Parkovka qilamiz va jepning uyi tayyor. Qanday senga jep? Yoqdimi? Yoqdimi senga jep? Menimcha ha degani. Xo'p, mayli endi tushishdan qo'rqyapman. Da, men ehtiyotkorman. Ehtiyotkorlik halol bo'lmaydi. Hop. Endi bu daraxtni tugatish kerak. Yo'q, do'stim. Balki qummasdir. Bo'lishi mumkin. Qum tushgan yo'q. Narsalar olish kerak. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Nima u? Ko'p resurslar judayam ko'p. Tak. Qaraymiz. Yo'q. Hammasi daraxtga tushgan yaxshi bo'ldi. Daraxt menga yordam beryapti. Menimcha qolishini istayotgandir. Kechirasan daraxt, lekin bunday qila olmayman. Resurslarni saqlab qolganing uchun esa rahmat. Nima bu? Tushunmadim. Menimcha yo'q, tushunmadim baribir. Yo'q, kristal. Lazurit. Yaxshi. Ovqat. Hozircha nimadir yaxshi narsalar. Nimagadir yaxshi narsalar. Qanaqadir kattakon monsterlar. Kattakon zombi. Yo'q. Sizga bo'lsa nimadir och qilmadim. O'zim ham bilmadim. Keling, nastroykani hozir shunday qarab ko'ray. Настройка нормальная, да? Nima berdi menga? Nima bu? Yana g'alati narsalar berishni boshladi. Haliyam bu kartaning egasi narsalarni saqlab qo'yadigan qilib o'rnatibdi. Rahmat unga. Yanami? Nima? Minecraft ustida izolyatsiya qilyaptimi? Olmos. Hop. Ehtiyotkorlik bilan. Yurtdan qancha chiqadi? Yana 3 ta chiqadi. Buni o'ylamayman. Chunki ular 4 ta chiqadi. Va shu bilan menda 8 ta bo'ldi olmos. Ajoyib. Demak, menda 12 ta olmos. Juda ko'p. Juda yaxshi. Emotsiyam uchun uzr, lekin hayron bo'layotgan narsa. Uncha mas'ul lekin mayli. Xo'p, keraksiz narsalarni hozircha qo'yamiz. Va yana davom ettiramiz. Nima? Lapis sword. Yo'q. Buni men qilmadim.
Manga tegmadi. Uzrasizlar, olmosni oldida o'zimni ushlab tura olmayman. Olmosni oldida o'zimni ushlab tura olmayman. Shuruchini yasashim kerak. Yo'q. Aytgancha bu resurs pakka, ya'ni tekstura pak va resurs pakka yana bilmadim. Qisqasi o'rganib qoldim. Ya'ni undagi g'alati teksturaga mana masalan olmosga mana bularga eng yoqqanim mana plyuscha bo'ldi. Xo'p. Buni ham tezroq qaziyman. Bu cheat emas. Uzr. Nimagadir yaxshi narsalar tushyapti. Menimcha bu yaxshi narsalar nimadir yomon narsadan boshlanishi degani. Yo. Prosta shokdaman. Yo, buncha narsalar ko'payib ketyapti-ya. Yaqinda hatto sanog'imga sig'may qoladi. Hozir nima qildim? Mayli, o'limni kutib olamiz. Baribir ispan bo'ldik-ku. Shu mana bu Skype vaqti sal kattalashtirsam. Baribir ekinlar ko'p hali. O'stirib, boshqatdan olaveramiz. Hech nima emas. Hop. Normal bitildi. Qani? Nima beradi? Teleport qildi, urra. 1 santimetrga. Urra basiram. Tak. Buni olamiz. Endi kerak emas. Qanday shunchaki qurib turamiz. Hop, keyingisini ochamiz. Va yo. Ishlaymisan kalka. Qilich bo'lish kerak edi, mana. Qaysi bir narsa ekan? Qanday cho'zishni ko'rmoqchi edim buni. Hop, sinab ko'ramiz endi qani. Chiq. Yo. Ketdi. Men bu yoqqa qo'yishim kerak edi. Mayli, ishni qildi. Balki yana chiqib qolar. Balkim. Kim biladi. Endi boshqasini sindiramiz. Nima yonmayapti bular? Tushunmadim. Kel. Yo'q, urushga o'tmadim.
Keyin qaytaramiz yana. Ama ettirib bermaymiz. Davom ettiramiz. Oh. Nega hamma tushib ketaveradi ya? Nima shuncha qo'matismanmi? Ot. Gel. Yo'q, o'zga terishim kerak. Bo'lmayapti. Давай, bulaqor. Hop. Ha, yaxshi. Bu qilich ular bilan eplolmaydi, shuning uchun menga mana bu qilichim kerak deb o'ylayman. Sakrash. Hop, buni ham sindiramiz va bu nimaga? Yo'q, qaytganmas ekan, mayli. Hech nima qilmaydi. Qani. Yaxshi o'yinman, effektlar. Nima bu? Oldimmi? Bu shuning uchun men o'rqish kerakmidi? Hop. Qora odamlar. Faqat qortash ketmayapti-ku. Kulguni qara. G'alati. Hop. Bundan nima maqsad? Shu bilan o'ladi, o'ylayapsanlar. Nima bu? Qazish deb biladimi qilich? Yo'q, sinmayapti hatto. Bu qilichni deb. Yo'q. Menimcha bu qilichda umuman bu qilichda kuchi yo'q. Shuning uchun oddiy qilichda qilamiz buni. Tezligini qarang. Nima u sinaman dedimi? Yo'q, sinishga ozgina qolibdi. Yo'q, tutilmadim. Kelyapti yana bittasi. Yetolmadim. Shoshma, mani qurbonlar bilan qo'rqityapti. Yaxshi. Yo'q. Mayli, ketaversin. Menga yaxshi. Endi buni tushundim. Yana qanaqadir foydasiz narsalar, xo'p. Pullar nimani bilasizlarmi?
Yo, ana endi bu yoqqa kel. Endi masalani achalayman. G'alati gaplar to'g'rimi? Hop. Davom ettiramiz. Ay, nima edi bu? Halam hera meni chaqirmabdi. Chaqmoqda o'zi ekan. Yanami? O. Bu safar yaxshiroq. Rahmat. А он дорожечки не всё. Хорошо, немного согреется и все. Что? Бетон. А это было защита. Верность, да. Но у меня нет опыта. Жалко. Блядь. Другие не хватали. И плюс мне вот это пидор. Не надо. Xo'p, do'stlar. Hozir nima gap? Rus tilida gapirishni boshladi deb o'ylagan bo'lsalaring, o'zi izlanishga ketdim. Mana ikkinchi rus tilidagi kanalim ham bor. Va u yerda rus tilidagi har xil videolarni stream qilaman. Qisqasi, o'sha kanalimda ko'p rus tilidagi narsalarni stream qilganim uchun shunday deb o'ylab, o'sha vaqtlarim esimga tushib, bilmasdan aytib yuboribman. Uzr do'stlar. Sal pushata. Dadam bilan yotaman dedi-ku. Dadam bilan yotaman dedi-ku. Yot, dadang orasida. Qo'rqyapman debdi. Sen buqimda o'panasan. Mana uni berdi. Va yana menga juda ham zo'r. Nizretlik yerga beribdi. Yo'q, aytgancha kulaç qilishga eshitmayman, eshitolmaydi. Xo'p. Bu yerdagi narsalarni qo'yib bo'laman. Keraksizlarni va yana aytishim kerakki, mana internet to'layapti. Ya'ni sandig'im to'layapti. Sandig'im to'lashni boshlayapti.
Hop. Yo'q. Bu yerda sedoviy bloklar bor. Spam olmaydi baribir. Keyinchalik ularga hali spawnerlar qilamiz. Nima u? Bu yerda bunaqa narsa o'zilmagandi. Mana. Obuna bo'ling, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu narsani olib tashlasamki, yo'q, keyin qo'yamiz. Va yana do'stlar, o'ldirdim. Yana spawn bo'ldi. Salom bo'lsin. Bularni qanday qilaman? Endi mana shu kamera qimirlashi menga yoqmayapti. Olmoslar. Yaxshi. Uchta qoldi. Bo'laman. Mana shuni ishlataman. Hop. Birinchisi. Ikkinchisi. Uchinchisi. Yo'q, nima bu? Bo'ldi. Ben almas bilan boyib ketdim. Bo'ldi. Almas bilan точно boyib ketdim. Yo'q, olmadi. Yanaman. 2, 3. Mana shu yerdaman. Ay. Şöyle yukarısına tapar bile olsam da g'alati bo'ladi. Bu ostrovda men endi oxirgi qismni demoqchiman degan joyda adashayotganman. Chunki hali yana qancha joylar bor, to'g'rimi? Bu yerga borish kerak. Hoppa, kuchaytirish stoli. Hop, zakryotdim. Ey. Kamera qimirlamay qoldi. Hozir o'lasanlar.
baribir ham o'ylasam hozir mana urushdan nima foyda, to'g'rimi? Yana 8 tane olamiz. Zamanda bir stak 40 ta bo'ldi, yaxshi. Men o'zimga birinchi o'rinda full set qilmoqchiman. Va vola. Ya'ni vola. No, elektron baribir kiyolaman. Hop. Qanotlarimni kiyib oldim. Mana shu narsa menga baribir yoqmayapti. Nastroykadan o'tkazsa bo'larmi, yo'q, bilmayman. Agar bu kartada o'ynab ko'rgan bo'lsangiz, iltimos aytavering, qanday qilib o'tkazsa bo'ladi? Yoki balkim nastroykadan qilsa bo'lar. Qisqasi iltimos yordam beringlar menga. Bu narsa umuman yoqmadi menga. Faqat xalaq beradi. Yo'q. Do'stim xohlasan o'lasan. Oh, kerak narsa, keraksiz tortman uzr. Hop. Sana ketib bo'libsan-ku. Do'stlar, ikkita joy yo'q, joy tuyg'usi yo'q ekan. Lekin bunday qilish mumkin. Va bunday yana yo'q ekan. Kechdim menga. G'alati. Juda ham g'alati. Hop. Unutamiz. Baribir tushdi. Hop. Bizga ko'proq joy kerak. Va hozir men uni qilaman. Hop, tak. Yana ikkita sonda qo'shamiz. Va bu narsalarni qo'yib olamiz. Buni kerak emas, hali ishlatmadim lekin. Keyin faqat ozgina narsalarni qoldiramiz. Buni kerak emas. Bu ham. Bu ancha tugatdim. Yo'q, yana qolib ketdi. Hop. Buni tashlab oldim. Baribir kerak emas. Bu tovush bilan katta travmam bor. So'ramang. Agar ko'p odamlar bilsa kerak. Minecraft Bedrock'da 3 ta server bor. 3 ta taniqli server berilgan. Va ulardan 3-o'rinda turayotganida qisqasi agar bilsalaring, yana fantomlar yo'q, zo'rg'a qutulgan edi. Foydasiz.
nafas olish 3-darajalik. Yo'q. Suvli tarafga kelib qolibdi. Nimaga uni ochib bo'lmayapti. Bundaymi? Balkim yo'q. Qattiq. Judayam qattiq uradi. Judayam qattiq yoqmayapti menga. Hop, bu bilan nima qilsa bo'ladi? To'xtab turishdi. Balki ochib bo'lar endi. Yo'q, hali emas. Endi-chi? Ochib bo'lmayapti. Do'stim, sana bilmadim lekin nima bu? Hozir yonib ketadi. Tak. Hop. Yana bitta. Yaxshi. Suv yaxshi. Nega yaxshi? Chunki menga cheksiz suv generatga kelib bo'lib qoladi degan umidda. Olmaydi, uni qilichi. Qanday bilan yonib ketmayapti, shuni tushunmayapman. Axir kun-ku. Mani yeyvording. Qo'l yonib ketadi. Nima edi bu? Ikkita yo'q. Ko'rinmaslik. Bunisi tezkorlik yo'q. So'zdan o'zirish. Hop. Mas. Oh. Mana shu holatni ochib bo'lmaydigan mobdan tashqari hozircha yomon mob chiqqan edi. Va do'stlar, yana aytib o'tmoqchiman. O'tgan safargi videoni juda ham mashhur qildi. Ya'ni birinchi qo'ygan videoim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz ko'rishlaringizni maslahat beraman. Bu yerda 3 ta qiziqarli faktlar aytib o'tganman faqatgina. Ko'rib chiqishga hop. Bir yo'q qilamiz. Ular qazib chiqamiz. Uch kutardi. Bu eng kuchlisi.
aytdim-ku, faqat bu ham shunaqa qilar ekan. Asta yaqinlashdi. Sanga nima qilsa bo'ladi? Ochib bo'lmaydi buni. Nima bu? Yana katta panda. Yaxshi, bu safar xato qilmayman. Xo'p, bu kattakon ikkinchisi xatlavor. Nima? Mana samay. G'alati. Birinchi mana buni xatlavoyni yana bilmadim nima. Qisqasi uni obor qilamiz. Uzr. Chiqib ketdi. Hozir. Bugunga video bilan tugatishdi vaqti. Juda jo'xar katta panda. Qisqasi hammaga video uchun rahmat. Videoni ko'tarib obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Davomi esa keling, unutib yig'lamizdan keyin chiqsin. Axir bu ko'p emas, to'g'rimi? Unda hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.